Mavzu: Alisher Navoiy ijodida nutq madaniyati masalalari va notiqlik san'ati. Reja: mutafakkir asarlarida nutq madaniyati xususida, Muhokamat ul-Lug'atayn asarida til va tafakkur masalalari, Mahbubul Qulubda voizlar va til odobi haqida. O'zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy turkiy tilida go'zal nutq tuzishning bayroqdori sifatida o'zbek til boyliklarini namoyon etuvchi mashhur asarlar yaratdi. Navoiyning so'y-harakatlari tufayli 15-asrda o'zbek tili olamga dong'i ketadigan adabiy asarlar yaratishga qodir til ekanligini isbotladi. Alisher Navoiyning nutq madaniyati masalalariga bag'ishlangan fikrlarida mukammalroq ifodalangan asari bu Mahbubul Qulubdir. Chunki shoir bu asarda tilning ahamiyati, undan foydalanish, nutq so'zlovchi dildagi fikrini to'g'ri aks ettirish lozimligi haqida fikrlar bayon qiladi. Mutafakkir asarlarida o'zbek tilining leksik boyliklaridan, sinonim va omonimlardan, xalq ta'biri, maqol va matallaridan, frazeologik va idiomatik birikmalardan, jumla tuzilishidan keng foydalanadi. Hattoki fors-tojik tilida ekvivalentli bo'lmagan o'zbekcha so'zlarni misol keltiradi. Muhokamatul Lug'atayn asari bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga, o'zbek tilining boshqa tillar orasida tutgan o'rnini belgilab berishga, o'zbek nutqi madaniyati o'rganishiga qaratilgan. Navoiy tilni o'sib, rivojlanib boruvchi ahamiyatning ehtiyojiga muvofiqlashuvchi zarar ekanligini anglab, tillar o'zaro aloqada bo'ladi, bir-biriga chatishadi deb hisoblaydi. Navoiy kishining nutq qobiliyatini tug'ma ekanligini ta'kidlaydi.